Sizni bir uzun tuzdola deb 2 kun gap qilmasam, bu nima bu qilganlar yeringiz? Bu qanday xaridor ko'stimiz buni? Bu shirkatni taqamda qaptidan keyin bo'ldi siz mana shirkatda ishlab bo'lmagansiz qarabman. Bu materialingizni tayyorlab qo'ydim. Bu materialingizni to'plab oldim. Yaxshimisiz? Voy, yaxshimi? Kayfiyatingiz ajab yaxshi, biroq xushallik bo'lmaganda. Albatta, sizlarning uchun xizmatchi qizlarning muomalasi bilamdi, anikin mana shu loyiha texnikasi bilamdi. Shunchaki yaxshi keladi-a? Mening ham mahsulotimdan loyihalar shunchaki yaxshi loyihalab berdik. Albatta, men xush bo'laman-da. Ha, u qizmi tek shu yig'in keldi. O'zim bo'lmadi keldi. Siz rozi bo'lmasangiz yaxshiroq. Ish qilib men rozi bo'lib ketdim. Aqizoncha mukofotlab qo'ysalar bo'ldik. Ma'qul. Hamda bizningki shirkatimizning ishchi xizmatchilari xaridorlar shunday vaqtda alamazmatda. Qanday gap ko'p qolsa, davronjimi? Bo'ldi, mening yana necha kungacha kelib loyihaltirgan narsam bor. Hamsa shu vaqtda ko'rishaylik. Menga siraya. Ma'qul. Nuriman? Ha, direktor chaqirganmidingiz? Alayan siz qildingizmi? Ha, men qilgan. Kim qilgan loyiha bu? Yillik kun bir chiroyli ochish kelgan-ku, ochish qilib bergan loyihati. Bu loyiha deganda mushtaqlim nima bu? Bu qanday ko'ksimiz bu loyihani xaridorga? Bu qaysi kunimi, xaridor bir muncha qaqshida. Loyiha faqat azmida bu qizlar yaxshiroq gap qo'ysangiz deb. Sizni bir uzun tuzdola deb 2 kun gap qilmasam, bu nima bu qilgan loyihangiz? Bu qanday xaridor ko'stimiz buni? Bu shirkatni taqamda qaptidan keyin bo'ldi siz mana shirkatda ishlab bo'lmagansiz qarabman. Bu materialingizni tayyorlab qo'ydim. Bu materialingizni to'plab oldim. Direktor, men kechirim tuzday bo'ladigan cho'qim yaxshi ishlar olishdim, kechirim so'ray. İşte bu iş murasını etkisiz bireymi, özünüz asla çıkamısınız. Oy. Sizni men chaqmadim-jimo, oldin qitim kelgan chaqim shunday maqtab bergandim dahi. Yaxshimisiz? Yaxshimi? Sizlar bilan ma'vu loyiha jihatda yillik to'xtam söylab kelgandim. Lekin shu oldin qitim loyiham shunday yaxshi qilib bergan qizlarni qo'llayotgangiz ishdan qarsam. Lekin o qizlarning muomala jihatdan bo'lsin, mana shu loyiha texnikasi bo'lsin, har jihatdan shunday yaxshi ekan. Mening muvakkalachilarim shunday maqtab ketgan o qizlarni. Uni ustiga o'tganda o'zingizni maqtagantingizga qayda o'tdingiz? Sizga rost gap qilsam qarang. Ben bu qizlar bir oyning oldida bizning shirkatga yig'ilib ketgan to'q. Mush yil oliy maktabga imtihon bergandim, lekin imtihonmadim. Endi kelar yili imtihon beraysam, o'zimga ishonchim yo'q, shuningizlarning shirkatda ishlab qolgan bo'lsam-da. Ben ma'qul deb qolgan. Loyilash kasbini o'rgatsam, bir haftalab o'rganib, hozir shirkatdagi bolalarning oldiga chiqdi. Lekin bunda aqlli qiz chuqur oliy maktabda o'qish kerak. U yilg'o bunda shirkatda ishlashgan, u degan bunda shirkatdan nechin qurgan qiz. Shunga bayan bu qizlarning materiallarining orasiga Urumchi bu tajriba o'tir maktabining materiallarini aloqa qilish numarini anondan keyin 10 ming ko'ylak qilib o qizlarni ishda boshlayapti. Ben bu maktabninki qarang. Mayli o'qish sharoiti bo'lsin, mayli bolalarga yetakchilik qilish jihati bo'lsin, shunda yaxshi kelmiş. Oliy maktabga o'tmagan bolalar shu maktab bir yil bilim olgandan keyin imtihon bersa, o'tish nisbati shunda yuqorilaydi ekan. Maktabning yotoq, ham tamoqimi maktabning ichida, uning ustiga bolalarning ettiganlik o'rganishidan boshlab kechlik muzokaragacha shunda qattiq nazorat qilib bolalarni shunda chiqib boshqaradi ekan. Uning ustiga bolalarni maktab ichida telefon ishlatib qo'ymaydi ekan. Shu bolalarniki o'rganishga ajratilgan vaqtimi shunda ko'p bo'ldi ekan. Mening bir qo'shnim o'tgan maktabga o'tmay, shu maktab bir yil bilim olgandan keyin imtihon bergan, oldin kunlisi bir dajon o'tmagan bola keyin bugunki birinchi turkum o'tib ketdi emasmi?
Sizning o'ylaganingizga to'g'ri o'tdi. Andan keyin maktabning aloqa qilish nomeri ma'lum deb bersangiz ekan. Mening bir inim bor edi. O'sha oliy maktab o'tolmasa shunday tushkunlashib ketdi. Bo'z o'mi bir yil o'qib, budaychilik qaytadan bir oliy maktab imtihon bermoqchimki. Mayli. Bunda qilyapman. Shu men bu tajriba o'tirmoqda o'sha to'liq o'tirib bilmagan mas'ul Ibrohim muallim deb nomor ag'inam bor. Men o'sha muallimning telefon nomerini deb bersam, shu maktab tizimi deb inon o'qisinchi, bir yil o'qisa, kelar yil cho'qib biz o'ylagan maktab bitiradi. 133 99 97 77 55. Aşağı bulmayı mening öndelerimə yo'lab qo'ysangiz bo'pti. Ha, ma'qul. Mush nomerni telefon qilib yoki unda qo'shiblam paranglashib maktab tizimini solganjimi? Bo'ldimsa, ma'lum to'xtamni qachon desak bo'lar? To'xtamni men bir 2 soatgacha to'xtamda tayyor qo'yib tushdim keltirib o'tamsiz. Ma'qul. Azman qayt qashtiray. Ma'qul. Rahmat sizga. Gapirozing hemen avundim ishni olib turib. Men asli oliy maktab o'tamayman, oliy maktab o'tadigan orzularim yo'q bo'ldi deb o'ylagan. Bu sizning yaxshiligingiz men cho'qim qaytirman. Hech qisi yo'q sog'lom. Siz bek aqlliq. Shu maktabda shu bir yil tirishib o'qisangiz kelar yili o'zingiz o'ylagandimmi yaxshi oliy maktabga cho'qim o'tasiz. Men sizga ishonaman. İbrahim muallimninki aloqa qilish nomerini ish materialingizga chiqib qo'ydim. Shu muallimlar aloqa qilishib, maktabga tezroq chiqib, o'qib, kelar yil o'zingiz o'ylagan oliy maktabga o'tib, bunday shirkatda ishlamay, bunday shirkatda 8-10 ni qo'yib o'tamiz. Rahmat sizga. Jayo.